أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Bugün Tefsirul Celaleyn dersimizden Sure Bakara'nı başlayımız. قال الإمام جلال الدين السيوطي. إمام جلال الدين السيوطي dediki: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا موافيا لنعمه مكافئا لمزيده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وجنوده. هذا ما اشتدت إليه حاجة الراغبين في تكملة تفسير القرآن الكريم الذي ألفه الإمام المحقق جلال الدين محمد بن أحمد المحلي الشافعي رحمه الله، وتتميم ما فاته، وهو من أول سورة البقرة إلى آخر سورة الإسراء، بتتمة على نمته من ذكر ما يفهم به كلام الله تعالى، والاعتماد على أرجح الأقوال، وإعراب ما يحتاج إليه، وتنبيه على القراءات المختلفة المشهورة على وجه لطيف وتعبير وجيز، وترك التطويل بذكر أقوال غير مرضية وأعاريب محلها كتب العربية. Bu şu Kur'an-ı Kerim'in Celaleyn tefsirininki tamamlanışıga qiziqishlarning hojati qattiq bo'lganligi uchun mishta tamomlandi demoqchimdi. Nima jihatda esa Qur'on Karimning tafsirini to'plash jihatda. Uni muhaqqiq imom Jaloliddin Muhammad ibn Ahmad al-Mahalli ash-Shafi'i rahimahulloh tuzgan shu sura Kahfdan boshlab Qur'onning oxirigacha tafsir qilib ekan to'xtagan. Ondan sura Fatihani shu imom Jaloliddin Mahalli tafsir qilgan. Sura Baqaradan boshlab sura Kahfgacha shu tamomlanishga muhtoj bo'lishqa buni Jaloliddin Suyuti degan imom buni qo'lga olgan ekan. Va tatmimi ma fatahu. Va shu imom Jaloliddin Mahalli tafsir qilib qolgan qismini tamom qilishqa. U bo'lsa Sura Baqaraning 5-dan tortib Sura Isroning oxirigacha. Qandoq tamom qilish desa bitatimmatin ala nimtihi. Shu Jaloliddin Mahalli tuzgan shu metod bo'yicha tamomlash bilan demoqchi. U Jaloliddin Mahallining metodi qandoq desa min zikri ma yufhamu bihi kalamulloh taala. Alloh taolaning kalomi tushuniladigan narsani zikr qilish bilan, ya'ni ortiqcha narsani zikr qilmay. Vel i'timadi ala arjahil aqval. Ve so'zlarning ichidagi eng rojih tushlik bo'lgan so'z qarashga tayinishdan iborat bo'lgan ve muhtoj bo'lgan ehtiyoj tug'ilgan yerga i'rob qo'yishdan iborat. Ve tanbihin alal qiraatil muxtalifatil mashhura ve mashhur bo'lgan ixtilof qilingan qiroatlarga ogohlantirish orqali demoqchi. Ala vajhin latifin ve ta'birin vecizin. Nayeti inçke yo'llar bilan va qisqa iborat surish yo'lga asosan mushta bo'ldi. Va tarkit tatvil bi zikri aqwalin g'ayri maradiyya. Ya'ni rozi qilinmaydigan ortiqcha gaplarni zikr qilishdan iborat va arab tilini tadqiq qilgan kitoblardan bilavasi bo'lgan i'roblarni zikr qilishdan iborat mundaq uzartib o'tishni qilmay nayeti qisqa va inchga iborat surish orqali imom Jaloliddin Mahallining shu metodi bo'yicha bu tafsir mushtaq tamomlandi demoqchi. Vallohu as'alun naf'a bihi fid dunya. Alloh taoladan mushu tafsir orqali dunyoda manfaat berishini so'rayman. Va ahsanal jazaa alayhi fil uqba. Va uning qarta oxiratda yaxshi mukofot berishini so'rayman. Alloh taolo o'ziniki manni va karimi bilan, saxiyligi bilan o'shta mukofot berishini so'rayman debdi. Endi Baqara surasi deydi. Bu Baqara surasi degan shu Kal surasi degan gap. Qur'on Karimdagi
114 surenin her birisinin şu isminden atılışındaki ma'lum sebepleri var hamdi. Mesela Sure Bakara'nın Bakara suresi deb atilishning sababi bu surada Kala vaqaligi zikr qilingan bo'lg'achqa Bani Isroilning bilan Musa alayhissalom o'rtasidagi Kala vaqali ekan. Shu zikr qilingan bo'lg'achqa Suratul Baqara deb atalgan. Bu Madina nozil bo'lgan sura bo'lib, u 280 286 yoki 287 oyatdir deydi. Hem bu Sure Bakara'nınki fazilati haqida Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shunday degan ekan. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati shafi'an li ashabihi. Qur'onni o'qinglar, u Qur'oni Karim qiyomat kuni o'zini shu Qur'on o'qigan kishilarga shafaat qilgan holat keladi. Yana sizlar Az-Zahrawayn bo'lgan Sura Baqara va Sura Ali Imron. Mushu ikki nurli surani o'qinglar. Bu ikki sura qiyomat kunisi xuddi ikki cho'ng bulutdek yoki ikki soyivandek g'amamatoni va g'ayayatoni deb kelgan hadisda. Yoki sap-sap bo'lib kelgan ikki qushlar to'piga o'xshash bo'lib keladi. Kelib o'zini shu Qur'on o'qigan kishilarga, Sura Baqara bilan Sura Imron o'qigan kishilarga hujjat keltirdi deydi. Sizlar Sura Baqarani o'qinglar deb deydi Rasululloh hadisining oxirida. فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. Bu Sure Baqarani o'rganish barakatdir. U Sure Baqarani o'qimay tashlab qo'yish bo'lsa bir hasratdir. Bu Sure Baqaraga sehrgarlar qodir bo'lolmaydi. Sure Baqarani davomli o'qib turgan odamga sehrgarlarning kuchi yetmaydi ekan. Va Sure Baqara o'qilib turgan uyga jin shaytonlar kirolmaydi degan mazmunda bu hadis bor. Bu Sure Baqaraning Sure Baqara haqida İmam İbnül Arabi shuni degan ekan. Bu Sure Baqarada 1000 dona 1000 buyruq va 1000 nahiy va 1000 hukm bor deb shunda ta'riflagan ekan buni. Endi Bismillahirrohmanirrohim. Alif lam mim. Allohu a'lamu bi muradihi bizalik. Alloh taolo mush alif lam mim degan so'zdan irod qilingan murad maqsadni o'zi eng bilguchidir deydi. Zalika yana hada. Zalika degan narsa ism ishorat, yiroqqa ishorat qilishni bildirgan so'zdir. Men buni hada deb yaqinga ishorat qilishni bildirgan so'z bilan tafsir qildim. Yana o kitob degani mushu ko'z oldingizdagi mush kitob demoqchi. Qaysi kitob desa allazi yaqra'uhu Muhammad. Muhammad sallallohu alayhi vasallam o'qiyotgan mush kitob. Uningda shak yo'qdir. Qaysi jihatda esa u Alloh taolaning dargohidan tushganligida shak yo'q. Ve cümletun nefi haberun mubtada'uhu zalika. La şekka degan bu nefi cümle haber bulup onun mubtadası zalika buludu deydi. Şu cümlenin igisi zalika ekan. Şu bolsa onun da şek yoktur demekçi. Vel işaretu bihi lit ta'zim. Ama zalika deb yiroqqa ishorat qilishni bildirgan so'z bilan mushtaq keltirish bu ta'zimni bildirdi deydi. Aslida yine bu kitap degan ma'na maqsad qilingan, lekin zalika deb ma ishorat bilan keltirishi bu nihoyatda katta ulug' kitob degan ma'noni bildirish uchun mushtaq keltirgan demoqchi. Hudan degan bu ikkinchi xabar. Zalikaninki birinchi xabari la rayba bo'ldi. İkinci xabari hudan bo'ldi demoqchi. Yana shu kitob bo'lsa hidoyatdir. Yana hadin degan gap. Hidoyat qilguvchi. Hadin bo'lsa ism foilamdi. Hudan bo'lsa masdar. Bu ikkisining farqi bor. Yana shu kitob bo'lsa hidoyat qilguvchi degan ma'noda. Bu yerda hidoyat qilguvchi demay, hudan deb hidoyat deb keltirishda buningda bir inchki nuqta bormi? Mesela bu kitob hidoyat qilguvchi bo'lishdan o'tib bu hidoyatning o'zi bo'lib ketgan degan ma'noni uqtirdi bu yerda. Masdar bilan keltirishi, yine bu kitobning o'zi bir hidoyatdir degan ma'no chiqdi. Lil muttaqin. Yine bu kitob taqvodorlarga yo'l boshchidir, hidoyatdir.
Bu taqvodorlar qanday desa as-soirina ila taqvo. Ya'ni taqvolikqa o'rlug'ichilar, taqvolik yo'lga mang'uchilar. Qandoq qilish bilan desa, imtithalil awamiri va jitinabin navahi. Littiqoihim bidarikan nar. Alloh taolo buyurgan ishlarga esilish bilan va Alloh taolo va Allohning rasuli cheklagan nahiylardan yiroq turish bilan taqvolik yo'lga mang'uchilar. Nima uchun bular shundoq qiladi desa, osh orqali o'zlarini o'tdan saqlab qolish uchun shundoq qiladi deydi. Ma littiqoihim bidalika annar degan so'zda shu bir ozroq tushuntirib qo'ygan masala ekan. Taqvodorlikni 3 turga bo'lgan ekan. Shu tafsir Jalolayniki sharhisida taqvodorlikni 3 turga bo'libdi. Biri avam xalqning taqvodorligi deydi. Taqval avam. Ya'ni umumiy musulmonlarning taqvoligi. U qanday taqvolik desa, bir odam Allohga sherik keltirmaganlar bo'lsa hamda Allohga sherik keltirishni yiroq turganlar bo'lsa, boshqalarga iymon kufr iymondan chiqarib o'tgan ishlarni qilmaganlar bo'lsa, uni musulmon deb ataymiz hamda. Buni o'z navbatida taqvolik deb ataladi. Bu avam xalqning taqvoligi ekan. Bu avam xalqning taqvoligining uningdan ustun turgan yana bir taqvolik bor ekan. U qaysi taqvolik desa, mishadiki İmam Jalaluddin Suyuti deyotgan taqvolik shu deydi. Littiqoihim lidalika annar. Ya'ni Alloh taolo buyurgan ishlarni qilib, Alloh taolo cheklagan ishlardan yiroq turgan mana insonlar bu o'zlarini shu do'zaxdan saqlab qolish uchun, mushtaq qilgan uchun bu taqvol xavos deb ataladi ekan. Avom taqvolikdan bir daraja ustun turgan taqvolik. Endi 3-turli taqvolik qaysi desa, xos kishilarning ichidagi xos kishilarni taqvolik qilibdi. Mavi hozir İmam Jaloliddin Suyuti deyotgan taqvolikninki taqvodorlardanmi bir daraja ustun turgan taqvolik. Ularning taqvolik qanday bo'ladi desa, o'z qalbini Alloh taolodan mashg'ul qilib qo'ygan ishlarning hammasidan yiroq turgan kishilar edi. Hattoki telefon o'ynash orqali bo'lsa-mu o'zining vaqtini behuda isrof qilib o'tirgan ishlardan yiroq turadigan, davomli Alloh taoloni eslab turgan mushtaq ishlarning taqvolik ekan. Alloh taoladan bizni shu ashundoq taqvolikqa yetkazishni so'raymiz. Endi tafsirning oxiriga kelsak, allazina yu'minun lil muttaqin ning oxiri taqvodorlar qanday kishilar desa, ular tasdiq qilganlar bil g'aybi. O'zlaridan g'oyib bo'lgan narsani ko'z bilan ko'rolmaydigan ashta ishlarni Alloh va Allohning rasuli xabar berganda bo'lsa, uni tasdiq qilgan kishilar deydi. Bular o'lgandan keyin qayta tirilish va qiyomat kuniki jannat, do'zax qatorliq mushta ishlarni tasdiq qilgan kishilardir. Bu taqvodorlarning birinchi sifati. Endi ikkinchi sifati va yuqimuna solah. Namozni ado qilganlar. Ya'ni yatuna biha bi huquqiha. Namozni Allohning rasuli buyurgan bo'yicha butun haqlarni ado qilib o'qiydigan kishilar. Ya'ni va yu'adduna salata. Namozni o'qib qo'yish emas, yuqimuna salata deb keltirgani namozni Alloh va Allohning rasuli buyurgan bo'yicha komil ado qilganlar demoqchi. Va mimma razaqnahum. Biz ularga bergan narsadan, a'taynahum yunfiqun. Chiqim qilgan kishilar. Ya'ni biz ularga ato qilgan mol-mulkdan Alloh taologa itoat bo'ladigan, Allohga osi bo'lmaydigan ishlarga mollarni xarjlaydiganlar demoqchi. Bu uchinchi sifati. Vallazina yu'minuna bima unzila ilayka. Sana nazil qilingan narsaga iymon etadigan kishilar. Ya'ni Qur'onga. Va ma unzila min qablik. Ve senden ilgiriki nazil kılınan kitaplarga iman ettiğanlar. Yani o senden ilgiri nazil kılınan kitaplar, qaysi kitaplar ise Tevrat, İncil ve o ikisinden başka kitaplar değil. Ve bil ahireti hum yuqinun. Ular ahiretke işinganlar. Yuqinun degeni ya'lamun deb tafsir qildi. Yani şeksiz, hech qanday shak shubha qilmaydigan darajada aslında işinganlar demoqchi. Yani mushundaq sifatga ega bo'lgan taqvodorlarga bu kitap Kur'an hidayettir. Taqvodorlarga hidayettir.
Aslında bu Kur'an-ı Kerim bütün insanların doğru yola başlayıcı kitap demdi. Mesela mümin olsun, kafir olsun onların hemmisini doğru yola başlayacak kitaptı. Nima uchun bu yerda alohida taqvodorlarga hidoyat deb taqvodorlarni xos qilib keltirdi degan bir savol tug'ilib qolsa, uning qarata endi shundoq javob berildi ekan. Bu taqvodor kishilar Qur'oni Karimninki mevalaridan ilgari va keyin har vaqt manfaat ola oladigan kishilar bo'lg'achqa, shu Alloh taolo bu yerda taqvodorlarni alohida xos qilib keltirgan ekan. Uning ustidan bu Qur'oni Karim barliq insonlarni to'g'ri yo'lga boshqacha bir hidoyat kitobi. Ulaik, shular, ya'ni yuqorida zikr qilingan sifatlar bilan sifatlangan kishilar ala hudan min robbihim va ulaika humul muflihun. Ular Parvardigor tarafdan kelgan hidoyat nurining ustidagi kishilardir. Shular bo'lsa, ular nijot topquchilardir. Yine el-faizune bil cennet en-nacune minen nar. Yani cennetni qo'lga keltirib, do'zaxdan nijot topadigan, do'zaxdan qutulib, qutuluvchi, en-najun degan shu qutuluvchi insonlar. Bu yerda Alloh taolo va ulayka humul muflihun deb keltirishi ta'kidning ustiga ta'kid bilan keltirdi. Ulayka degan jumla ismiya. Bu bir ta'kid. Hum degan ulayka deb uni keyin hum deb yana bir keltirishi bu bir ta'kid hamda. Demek, şu kişiler haqiqiy Parvardigor tarafdan bo'lgan hidoyatning ustidagi kishilardir va ular haqiqiy nijot topquchi insonlardir demoqchi. Alloh taoladan bizlarni mushunaq nijot topquchilarning qatoridan qilishini so'raymiz. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.